Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 21-oktyabr, seshanba, soatimiz 12:51 bo'ldi. New York Killzone'ga ideya bu, London Killzone'ga emas. Demak, New York Killzone'gacha hali bizda qancha vaqt bor? 4,5 soat vaqtimiz bo'lsa, bo'lishi ehtimoli bo'lgan. Ya'ni bugungi kunda bo'lishi ehtimoli bo'lgan ideya shu. Agar bu o'xshamasa, boshqacha ideyani keyinroq yana o'sha New York Killzone'ga yaqin gaplashsa ham bo'ladi. Update bo'lsa balki yana o'zgartiramiz fikrimizni. Xo'p, demak Euro-USDni kunlik time frame'ida turibmiz. Birinchi yangiliklarni ko'radigan bo'lsak, bugun o'sha 21-ga yangilik yo'q. Hafta davomida faqat juma kungi CPI yangiligigacha yangilik yo'q ekan. Xo'p, demak, kunlik time frame'ga e'tibor bersanglar, bizda narx market maker sell modelini boshlagan, to'g'rimi? Bizda biasimiz 154.21 zona deb olyapmiz va u tomon market maker modellarini izlab boryapmiz, to'g'rimi? Lekin bitta narsa bor, esinglardan chiqarmanglar. Mabodo narx bu imbalansdan emas, balki buni pastrog'idandir. Tepaga qaytishi ham mumkin. Ya'ni mana bu kurtini tozalab, undan keyin pastga tushib ketishi ham mumkin. Ya'ni biasni olishdan oldin yana orqaga qaytishi haqida gapiryapman. Sababi bu hozirgi fakt emas, bu ehtimoliy nazariy sabab. Chunki tepada birinchi buy side kursi, ikkinchi buy side, uchinchi buy side, to'rtinchi buy side bo'lib ketmaydi. Ya'ni narx maksimum minimum qilib pastga shunchaki tushib ketolmaydi. Ya'ni sell stoplarni olishi kerak. Bu qachondir bo'lishi kerak. Ya'ni sell stoplarni yig'ishtirib beradi, undan keyin kuchli reversal bo'ladi degan ma'noda. Xo'p, demak, biz hozirgi fakt bo'yicha bugungi modelda, bugungi setaplarni oqtaradigan bo'lsak, bizda hali ham berishimiz, hali ham emas, o'z umuman berishimiz 1.154.21 zona. Bias bizda shu tomon struktura va entry modellar oqtaramiz. 1 soatlik time frame'ga tushib marketdagi strukturalarni ko'radigan bo'lsak, xo'sh, e'tibor bersanglar, bizda oxirgi range sifatida shu zonadagi minimum va shu zonadagi maksimumda osib bo'ladi. Ya'ni bu zonadagi minimum maksimumga imbalans Fibonacci tortadigan bo'lsak, bizda o'sha 50% ning tepasida FVG zonamiz bor. Kimdir aytishi mumkin, mana bu candle o'sha FVG zonaga kirdi, bu uni sweep qildi, undan keyin pastga narx ketdi, undan keyin pastda o'sha yaqin turgan kurchini, o'zini kurchisini yechgandan keyin yana intermediate tushum qo'yapti, endi yana dars pastga qarab ketyapti, London Killzone'ga masalab ochib qo'yganman deyishi mumkin. Okey, qarshi-masman ketib qolsa zo'r, take profitini ursin o'sha odamni. Men nima demoqchiman? Xo'p, mani qarashimda 0.50% ga kirgan, ya'ni 0.50% ga kirgan birinchi kursi mana candle'da high. U sweep bo'lmagan. Ya'ni 50% dagi kursi sweep bo'lmagan. Tushunyapsizlar? U keyin no timing da bo'lgan. London Killzone'da bo'lmagan, tam boshqasida bo'lmagan. London Killzone mana soat London Killzone soati. Bu o'sha Osiyoni tugashi dead zone'da boshlanishi ekan. Undan keyin narx e'tibor bersanglar, pastdagi kursini CRT sweep, ya'ni tashqi kursini yechib, undan keyin ichki tomon harakat qilyapti. Demak, bizda hali ham ichki kursidagi imbalans zonamiz aktual. Shu zonaga soatiga e'tibor bersanglar, hozir soat 3 bo'lsa, 4, 5, 6, 7, 8. Xo'p, mana 8 bu New York vaqti, to'g'rimi? New York vaqtidagi candle shu zonadagi hammasini tozalash kerak. Ya'ni bu imbalans narxi ushlab qolishi va pastga jo'natib berishi uchun, biz sell pozitsiya oqtarishimiz uchun kun davomida narx shu zonadan chiqib ketolmasligi kerak. Va New York soati hamma kursilarni tozalaganidan keyin 5 minutlikda tam sweep MSS bo'lgandan keyin biz pozitsiya qarab kursi bo'ladi, New York high'ga stop lossimizni qo'yib. Tushunyapsizlar? Demak, New Yorkga qoldiramiz bu setapni, Londonga kiramiz deb o'zimizni nima deydi? Hozirgi holatda nimadir o'ylab topmaymiz, New Yorkga qoldiramiz. Ya'ni ishlasa New Yorkgacha ham turib beradi. 5 minutlik time frame'ga tushadigan bo'lsa, 5 minutlik time frame'da
Xo'sh, demak 5 minutlik time frame'da boyagi o'sha 50% ga kelgan candle high, bu high yechilishi kerak, ya'ni short term high sifatida ko'ryapmiz, chunki 0.50% ga kirgan high sifatida narx market maker buy modelni boshlab mana zonaga kelganda qaytib ketdi, chiqarmadi dalish tepaga. London Hill Zone katta ehtimol bilan konsolidatsiyaga tushsa va overlap ham konsolidatsiyaga tushib, piliali zonani ichida konsolidatsiya beradigan bo'lsa, New York ochilib tozalab, undan keyin emasiz, keyin market maker sell model, ya'ni silver bullet qilib, ya'ni reversal SMR kutsak bo'ladi. Ya'ni imbalans strukturani ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Bizda tam Osiyodan oldingi high bilan dead zone vaqtidagi lowda bizda range bor, to'g'rimi? 1 soatlikda range bor. Endi shu range'da ichida hill zonelar, ya'ni Osiyo range'da davom ettirdi, tam range yasab berishdi. London Hill Zone ochilib pastdagi shu 1 soatlikda boya ko'rgan 3 ta candle'imizga podдержка qilib, uchinchi candle sifatida tepaga yurish qilib beryapti. Va overlap biz konsolidatsiya berish kerak piliarining ichida. New York ochilib tozalash kerak, undan keyin emasiz, keyin sellga pozitsiya qarasak bo'ladi. Ya'ni piliari ishlashi uchun. Agar mabodo narx pastga tushib ketadigan bo'lsa, o'z-o'zidan ideya fail bo'ladi. Tushunyapsizlar? Demak, update kutamiz. Iloji boricha harakat qildim tushuntirishga. Agar update bo'lsa, yana gaplashamiz. Charchamanglar, kuninglar yaxshi bo'lsin. Setup bo'lsa kanalimga qo'yaman. Salomat bo'linglar.